Xatolarimiz bo'lgan bo'lsa, kecha ranjitgan bo'lsak, bugun borib oyoq qo'llarini o'pib duolarini olaylik. Qandoq qilib yig'latgan bo'lsang, shundoq qilib kuldirgin deganlar payg'ambar alayhisalom. Chunki ota-onani rizosi bizlarni Robbimizga rizo bo'lishiga sabab bo'ladigan eng katta vosita mana shunda. Bularsiz hech kimmiz azizlar. Hayolimizdan o'tkazaylik. Ota-onasi o'tganlar. Ota-onangiz kecha sizdan rozi bo'lib o'tdimi? Duo qilib o'tdimi? Bugun o'tirgan maqomimiz, bugun obro'yimiz, bugungi ilmimiz, bugungi uyimizda turgan yashagan farzandlarning hammasi asosi mana shular. Mana shu uchun bularni xizmatlarini qilib duolarini olaylik azizlar. Hayotingda madad kerak bo'lsa deydi. Madad so'zini teskarisiga o'qisa dadam degan so'z chiqar ekan. Hayotingga ma'no kerak bo'lsa ma'no so'zini teskarisiga o'qsa onam degan so'z chiqar ekan. Ey inson deydi, sani madading ham, sani ma'noing ham shu otang va onangdir. Otadan keyin, onadan keyin suyanchiq tog'imiz yo'q azizlar, ishonadiganimiz yo'q.